Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun men sizlarga ma'lum bir fizika qonuniyatlarini tushuntirishga harakat qilaman. Demak, qog'oz ustidan puflasak nima sodir bo'ladi? Kuzatamiz. Men qog'oz ustidan puflaganimda qog'oz ustida havo zarralari tezroq harakatlanib, ustidagi bosim kamayib ketyapti. Pastdagi havo bosimi esa ko'tarilib, qog'ozni yuqoriga ko'tarishini kuzatishimiz mumkin. Bu bizga qanday hodisani tushuntirib beradi va qayerlarda qo'llaniladi? Bu hodisani bizga o'sha samolyotlarda uchishida ko'tarish kuchini hosil bo'lishini tushuntirib beradi. Ya'ni bu yerda o'sha samolyot harakatlanayotganda, ya'ni o'sha juda ham og'ir, ya'ni yuzlab tonnaga ega bo'lgan samolyotlar harakatlanayotganda uning ustidagi havo oqimi tez harakatlanadi. Qanot ostidagi havo esa nisbatan sekinroq harakatlanib, uyurmalar hosil bo'lib, uni ko'tarish kuchini hosil qiladi. Bu bizga Bernoulli qonunini tushuntiradi. Demak, fizika bu unchalik qiyin emas. Agar e'tibor bersalaringiz, juda oson tushunsak bo'ladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Unutmang, har doim o'rganishdan va ilm olishdan charchamang. Har doim ilm sari bir qadam.